Assalomu alaykum aziz va munis onaxonlar va dilbar opa-singillar, muhtarama ayollar hamda go'zal talaba qizlar. Barchangizga nafis bahor, muhabbat, go'zallik, latofat va mehr ramzi bo'lgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami muborak bo'lsin. Odatda ayolni bahorga, bahorni esa ayolga qiyoslashadi. Zotan o'lkamiz uzra muattar sepini yoya boshlagan bahorning ilk kunlari aynan xotin-qizlar bayrami bilan boshlanishi ham ramziy ma'no kasb etadi. Ayoli bor oila qut barakali, fayzli va tarovatli bo'ladi. Yurtimiz ham, jamiyatimiz ham ayoli bilan go'zaldir. Xususan, institutimizda sifatli ta'lim berish, institut nufuzini oshirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarimizda ayollarimizning aqli, zakovati, o'tkir zehni mujassam ekanligini quvonch bilan ta'kidlab o'tishimiz joiz. Siz hamisha ardog'imizdasiz. Sizning salomatligingiz, baxtingiz, sa'ningiz biz uchun muhimdir. Aziz va muhtarama opa-singillar, barchangizni keng miqyosda nishonlanib kelinayotgan 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan samimiy qutlab, sizlarga sihat salomatlik, oilalaringizda to'kin sochillik, baxt saodat, shodu xurramlik, sharafli ishlaringizda yangidan yangi zafarlar tilayman. Ayollik baxti, bekalik taxti, onalik martabasi sizlarga hamisha hamroh bo'lsin.